Bu hikoya oddiy super qahramonning hikoyasi emas. Bu hikoya bir qahramonning yaralishi, bir xalqning orzusi va bir aktyorning insoniy jasorati haqida. Bu Qora Pantera va Chadwick Bosemanning meros haqidagi tarixdir. Salom do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan Chadwick Bosemanni xotirlaymiz. Agar video formati yoki umuman videoni o'zi sizga yoqmasa ham Chadwick Bosemanning xotirasi uchun ham videoga like bosib qo'ying. Qadim zamonlarda Afrika yuragida dunyodan yashirin bo'lgan bir davlat bor edi, Wakanda. Bu mamlakat yer ostidan topilgan vibranium deb ataluvchi sehrli metal sababli butun dunyodan texnologik jihatdan yuzlab yillar oldinda yurgan. Kuchli, boy va mustaqil jamiyat edi. Wakandani boshqa dunyodan ajratib turadigan qatlam bu ularning birlashgan ruhi, madaniyati va eng asosiysi o'zligini yo'qotmasligi bo'lgan ishonch edi. Wakandaning qalbi esa Black Panther, ya'ni Qora Pantera edi. Bu unvon oddiy jangchi emas, balki xalqni himoya qiluvchi ma'naviy ramz, Wakandaning jasorati va kelajagini ifoda etuvchi timsol edi. T'Challa esa bu unvonni meros qilib olgan shahzoda, otasining o'rnida taxtga chiqqan, kelajagi ulkan mas'uliyatga to'la yosh qahramon edi. Aslida Qora Pantera g'oyasi Marvel komikslari tarixida 1966-yilda yaratilgan. Stan Lee va Jack Kirby tomonidan qora tanli insonlar uchun ilk katta super qahramon timsoli bo'lishi uchun tasavvur qilingan bir timsol edi. Bu qahramon super kuchlar emas, balki aqlli boshqaruv, texnologiya, strategiya va madaniy g'ururga tayanadigan o'ziga xos obraz edi. Yillar o'tib, Marvel kinematografik koinoti kengaya boshlaganda tomoshabinlarni bitta savol kutib turardi. Qora Pantera ekranda qachon paydo bo'ladi? Va mana nihoyat 2016-yilda Kapitan Amerika Fuqarolar urushi filmida qora niqob ortidan ilk bor ko'rinish bergan inson Chadwick Boseman edi. O'sha paytda hech kim bilmasdi bu aktyorning ortida qanday jasorat, qanday og'ir sinovlar yashiringanini. Chadwick Boseman 1976-yilda Janubiy Karolina tug'ilgan. Kichkinaligida basketbol bilan shug'ullangan, lekin uning hayotini o'zgartirgan voqea maktabdagi jamoa do'stining otib o'ldirilishi bo'ldi. U o'sha voqeadan so'ng birinchi marta dramatik sahna yozdi va aktyorlikka qiziqishni boshladi. Chadwick o'zining hayot yo'lida hech qachon shaxsiy og'riqlarni, qiyinchiliklarni aytmadi. Doimo jilmayib, doimo boshqalarga yordam berishga harakat qildi. U aktyorlikdan tashqari rejissyorlikni ham o'rgandi. San'at orqali jamiyatdagi adolatsizliklarga qarshi kurashishni maqsad qilgan edi. Marvel unga T'Challa rolini taklif qilganida Chadwick bu obrazni oddiy super qahramon sifatida emas, balki butun bir xalqning ramzi sifatida qabul qildi. U Wakanda tilini o'rganib chiqdi, Xosa laqchasida gapirishni boshladi. Afrika madaniyati, urf-odatlari haqida soatlab taqdimotlar qildi. U filmni ko'rgan har bir odam uning ovozi, uning ko'zlari, uning harakati ortida ulkan kuch borligini sezardi, chunki u rolni o'ynamas edi, balki u rolning ichida yashar edi. 2018-yilda Qora Pantera filmi katta ekranlarga chiqqanida, u nafaqat Marvel tarixidagi eng muhim filmlardan biriga aylandi, balki madaniyat tarixiga ham kirdi. Wakanda dunyo bo'ylab jasorat, birlik va o'zligini faxrlanish timsoli bo'ldi. Butun dunyo bo'ylab bolalar Wakanda Forever deb qo'llarini ko'kslariga qo'ydilar. Qora tanli jamiyat uchun esa bu film kuch, vakillik va umidning yangi darajasi edi. Film milliardlab daromad qildi. Oscar mukofotida tarixiy nominatsiyalar oldi va Marvelning yetakchi asarlaridan biriga aylandi. Ammo shu shon-shuhratning ortida hech kim bilmagan og'ir haqiqat bor edi. Chadwick 2016-yildan boshlab ichak saratoni bilan kurashayotgan edi. U Fuqarolar urushi, cheksizlik jangi, final va albatta Qora Pantera filmlarini kimyoterapiya, jarrohlik amaliyoti va kuchli og'riqlar orasida suratga olgan. Ammo u bu haqida hech kimga shikoyat qilmadi, hech kimga rahm-shafqat uyg'otishni istamadi. U o'z kurashini dunyoga emas, o'ziga qaratdi. O'z rolini, o'z xalqining ramzini oxirigacha sharaf bilan bajardi. U bolalar shifoxonasiga borib, saraton bilan kurashayotgan bolalarni quvontirib yurardi. Ularning ko'ziga tik qarab, ularga rahm berardi.
hech kim bilmasdi. Uning o'zi ham xuddi shunday og'riqlar bilan yashayotganini. Bu aktyorlik emas, bu insoniy jasoratning eng oliy darajasi edi. 2020-yil 28-avgust kuni 43 yoshida Chedvik Boseman bu dunyoni tark etdi. Butun dunyo sukutga cho'mdi. Marvel aktyorlari yig'ladi. Qora pantera niqobi ramziy ravishda osmon sari ko'tarildi. Bolalar Wakanda qo'li ishorasi qilgancha uni xotirlashdi, chunki Chedvik faqatgina bir rolni ijro etgan inson emas edi. U tarix yaratgan aktyor, madaniyatni o'zgartirgan ramz, millionlab odamlarni qalbidan joy olgan qahramon edi. Bugun biz Qora pantera haqida gapirar ekanmiz, uni ekranlardagi janglari bilan emas, balki insoniy jihati, xalq uchun qilgan mehnati, hayotga bo'lgan mehr-muhabbati bilan eslaymiz. Chedvikning merosi faqat bir film emas, u bir ruh, bir kuch, bir meros. U Wakandani o'zi bilan birga tarixga tatbiq qildi. Va mana endi Qora pantera bu shunchaki super qahramon emas, bu orqada ulkan iz qoldirgan insonning abadiy timsoli. Chedvikning ovozi hali hamon jaranglaydi. Bu so'zlar endi faqat film uchun emas, balki Chedvikning abadiy merosiga aytilgan so'zlar desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Shu tariqa bugungi xotira videosi ham o'z nihoyasiga yetdi. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada Wakanda Forever deb yozib ketishni unutmang. Chedvik hamisha qalblarda yashaydi.